Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, juda og'riqli va har bir xonadon egasiga bevosita tegishli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Yangi tartiblar, qarzdorlik, kadastr, ipoteka, noqonuniy qurilish va sud qarorlari sababli uyingiz xavf ostida qolishi mumkinmi yoki yo'qmi? Bu gaplar oddiy vahima emas. Agar sizda uy, kvartira, hovli, yer uchastkasi, ipoteka krediti, kommunal qarz, soliq qarz yoki hujjatchalari mulk bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Men bugun kimning uyini tortib olishlari mumkin, kimning uyiga umuman tegishmaydi, qaysi holatda odamlar o'zlari bilmagan holda katta xatoga yo'l qo'yadi, qaysi hujjatni tekshirmasa ertaga sud, ijrochi yoki bank eshik qoqishi mumkinligini sodda tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qanchalik ko'p odam ko'rsa, shunchalik ko'p oila o'z uyini, mehnatini va asabini saqlab qoladi. Avval odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Uy mening nomimda bo'lsa bo'ldi, hech kim tegmaydi. Yoki men bu hovlida 20 yildan beri yashayman, demak hech qanday xavf yo'q. Yana ko'p uchraydigan gap, kadastr qilinmagan bo'lsa ham mahalla biladi, qo'shnilar biladi, muammo bo'lmaydi. Mana shu fikrlar bugun eng katta xatoga aylanyapti. Hozir tizimlar ancha raqamlashtirildi. Kadastr ma'lumotlari, soliq bazasi, bank kreditlari, sud qarorlari, majburiy ijro byurosi ma'lumotlari, kommunal to'lovlar, notarial bitimlar, garovga qo'yilgan mulklar bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu nimani anglatadi? Agar sizning nomingizda uy bo'lsa, u uy qayerda joylashgan, qancha kvadrat, kimga tegishli, garovdami, qarz bormi, taqiq qo'yilganmi, sud imzosi bormi? Bularning hammasi avvalgidan tezroq ko'rinadi. Ilgari qarz bo'lsa, yillar davomida hech kim jiddiy harakat qilmasligi mumkin edi. Hozir esa sud qarori chiqsa, ijro hujjati ochilsa, qarzdorning mol mulki aniqlanadi, bank hisoblari, avtomobili, ko'chmas mulki tekshiriladi. Agar boshqa mol mulk yetarli bo'lmasa, ayrim holatlarda uy-joy masalasi ham kun tartibiga chiqishi mumkin. Bu hammaning uyini ertaga olib qo'yadi degani emas, lekin meniki xavfsiz, hech kim topolmaydi degan davr tugayapti. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, ko'chmas mulk bilan bog'liq har qanday muammo endi hujjat orqali hal bo'ladi. Og'zaki kelishuv, qarindoshlar orasidagi ishonch, otam bergan, akam ruxsat bergan, mahalla tasdiqlaydi degan gaplar sudda yetarli bo'lmasligi mumkin. Uy sizniki ekanini kadastr, notarial shartnoma, meros hujjati, hadya shartnomasi yoki qonuniy ro'yxatdan o'tgan boshqa hujjat isbotlaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, uyning devori emas, hujjati sizni himoya qiladi. Birinchi navbatda ipoteka kredit olgan fuqarolar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz kvartira yoki hovlini ipoteka orqali olgan bo'lsangiz, uy ko'pincha bank garovida bo'ladi. Demak, siz uyning egasi bo'lsangiz ham, bankning ham qonuniy manfaati bor. Masalan, bir oila 400 million so'mlik kvartirani ipoteka orqali oldi. Boshlang'ich to'lov taqdim 1 million so'm. Qolgan 220 million so'm bank krediti. Oila 2 yil to'lab bordi. Keyin daromad kamaydi. 6 oy to'lov qilinmadi. Bu holatda bank darhol uyni olib qo'yadi deb o'ylamaslik kerak, lekin bank ogohlantiradi, qarzni yopishni talab qiladi. Keyin sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qarori asosida garovdagi uy auksion orqali sotilishi ehtimoli bor. Sotuvdan tushgan pul bilan bank qarzi yopiladi, qolgan qismi bo'lsa egasiga qaytariladi. Bu yerda odamlar ko'p qiladigan xato shuki, ular bankdan yashirinadi, telefonni ko'tarmaydi, filialga bormaydi, ariza yozmaydi. Men mutaxassis sifatida aytaman, eng yomon yo'l shu. Agar to'lay olmay qolsangiz, bankka o'zingiz boring. Restrukturizatsiya so'rang, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini o'zgartirish, imtiyozli davr berish imkoniyatlarini tekshiring. Bank ham har doim uyni sotib yuborishni xohlamaydi. Chunki bu ham vaqt, ham xarajat, ham sud jarayoni. Ikkinchi xavfli guruh, katta qarzdorligi borlar. Bu soliq qarzi bo'lishi mumkin, aliment qarzi bo'lishi mumkin, tadbirkorlikdan qolgan qarz bo'lishi mumkin, sud qarori bilan undiriladigan pul bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqaro tanishidan 1,5 million so'm qarz oldi, tilxat yozdi, lekin qaytarmadi. Tanishi sudga berdi. Sud qarzni undirish haqida qaror chiqardi. Keyin ish ijroga tushdi. Ijrochi qarzdorning hisoblarini, mashinasini, boshqa mol mulkini tekshiradi. Agar boshqa mulk bo'lmasa, ko'chmas mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Taqiq nimani anglatadi? Siz uyni sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz. Ayrim og'ir holatlarda majburiy sotuv masalasi ham ko'riladi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Qonunchilikda yagona yashash joyi masalasi, garovda bo'lmagan uy-joy, oila a'zolarining huquqi kabi nozik jihatlar mavjud. Har bir ish alohida ko'riladi.
Shuning uchun odamlar qarzim bor ekan, ertaga uyimni olib qo'yadi deb vahimaga tushmasligi kerak. Ammo qarzim bor, hech narsa bo'lmaydi deb beparvo yurish ham xavfli. 3-xavfli guruh. Kadastri to'liq bo'lmagan yoki hujjati chala uyda yashayotganlar. Masalan, hovli otaning nomida otasi vafot etgan, bolalar esa merosni rasmiylashtirmagan. 10 yil yashab yurishgan, keyin aka-uka orasida nizo chiqqan. Biri uy meniki. Ikkinchisi men ham merosxo'rman, uchinchisi men ta'mir qilganman deydi. Hujjat yo'q, meros guvohnomasi yo'q, ulushlar belgilanmagan. Bunday vaziyatda uyni sotish ham, ipoteka qilish ham, bo'lish ham muammoga aylanadi. Eng yomoni, bir merosxo'rning qarzi bo'lsa, uning ulushiga nisbatan da'vo paydo bo'lishi mumkin. 4-xavfli guruh noqonuniy qurilish qilganlar. Misol uchun, fuqaro o'ziga tegishli hovlining yonidan bo'sh joy ko'rib, davorni 2 metr tashqariga surib oldi. Yoki ko'p qavatli uyda birinchi qavatdagi odam umumiy yo'lakni yopib do'kon qilib oldi. Yoki tom qismida ruxsatsiz qo'shimcha xona qurdi. Bularning barchasi keyinchalik katta muammo tug'diradi. Hokimlik, kadastr, qurilish nazorati yoki sud noqonuniy qurilmani buzdirishi mumkin. Odamlar buni uyimni tortib olishdi deb qabul qiladi, lekin qonuniy tilda bu ruxsatsiz qurilmani bartaraf etish bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar uyingiz qonuniy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kadastr hujjati joyida bo'lsa, mulk huquqi sizning nomingizda bo'lsa, garov yoki taqiq bo'lmasa, katta sud qarzlaringiz bo'lmasa, kommunal va soliq to'lovlarini nazorat qilib tursangiz, hech kim shunchaki kelib uyingizni olib qo'ya olmaydi. O'zbekistonda xususiy mulk qonun bilan himoyalanadi. Uy joyini olib qo'yish faqat qonunda belgilangan asoslar va tartibda. Ko'pincha sud qarori yoki qonuniy tartib orqali amalga oshiriladi. Birinchi misol. Nodir aka ipoteka orqali 520 million so'mlik kvartira oldi. Oyga 5 million 800 ming so'm to'lash kerak edi. Dastlab hammasi yaxshi ketdi, lekin keyin ish joyi qisqardi. U 4 oy to'lamadi. Bank ogohlantirish yubordi. Nodir aka qo'rqib bankka bormadi. Taks oy o'tgach, qarz jarima va foizlar bilan 6 million so'mdan oshdi. Ish sudga ketdi. Agar u birinchi 2 oyda bankka borib, daromadi kamayganini isbotlovchi hujjat, ish joyidan ma'lumotnoma, ariza bilan murojaat qilganda, ehtimol to'lov jadvali qayta ko'rib chiqilardi. Demak, asosiy xato qarz emas, qarz yuzasidan harakatsizlik. Ikkinchi misol. Dilfuza opa otasidan qolgan hovlida yashaydi. Otasi vafot etganiga 7 yil bo'lgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Dilfuza opa hovliga 20 million so'm sarflab ta'mir qildi. Keyin chet elda yurgan ukasi qaytib kelib, ulush talab qildi. Qonun bo'yicha u ham merosxo'r bo'lishi mumkin. Dilfuza opa men qaraganman, men ta'mir qilganman deydi. Bu gaplar sudda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, lekin mulk huquqini avtomatik bermaydi. Agar meros vaqtida rasmiylashtirilganda, ulushlar aniq bo'lardi, kelishuv hujjat bilan mustahkamlanardi. 3-misol. Bir tadbirkor do'kon ochish uchun qarz oldi, ish yurishmadi, 3 million so'm qarzdor bo'lib qoldi. Sud qarori chiqdi. Uning nomida bitta kvartira va bitta mashina bor edi. Avval mashinaga taqiq qo'yildi, keyin hisob raqamlari tekshirildi. Kvartira bo'yicha ham cheklov paydo bo'ldi. U kvartirani sotib, qarzni yopmoqchi bo'ldi. Lekin taqiq sababli sotolmadi. Bu yerda odamlar tushunishi kerak. Ijro ishi ochilgandan keyin mulk ustidan erkin tasarruf qilish cheklanadi. Shuning uchun nizoni sudgacha yoki sud jarayonida hal qilish ko'pincha foydaliroq. 4-misol. Ko'p qavatli uyda yashovchi fuqaro balkonini kengaytirib, pastga ustun tushirdi. Qo'shnilar norozi bo'ldi. Chunki bino konstruksiyasiga xavf tug'ildi. Tekshiruv keldi, ruxsatnoma yo'qligi aniqlandi. Natijada qurilmani buzish bo'yicha talab qo'yildi. Fuqaro mening uyimga tegishyapti dedi. Aslida esa gap butun bino xavfsizligi haqida ketmoqda. Agar har kim ko'p qavatli uyda xohlagancha devor buzsa, balkon kengaytirsa, tomga xona qursa, bu bir kuni katta fojia keltirishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, uy sizning nomingizda bo'lsa ham, u garovda bo'lishi mumkin. Garov degani qarz bajarilmasa, kreditor shu mulk hisobidan qarzni undirish huquqiga ega bo'ladi. Shuning uchun uy sotib olayotganda faqat egasi kim deb so'ramang. Albatta garov, taqiq, sud nizosi bor yo'qligini tekshiring. Notarius orqali bitim qilayotganda bu ma'lumotlar ko'rinishi kerak, lekin siz ham befarq turmang. Ikkinchi nozik jihat, kommunal qarzlar. Odatda kommunal qarz sababli darhol uy tortib olinmaydi. Lekin katta miqdordagi qarz sudga chiqishi, ijro ishi ochilishi, hisob raqamlar yoki ayrim mol-mulkka ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 2 million so'm gaz qarzi bilan
8 million so'mlik boshqa sud qarzini bir xil ko'rmaslik kerak. Lekin kommunal qarzni ham yillar davomida yig'ib qo'yish noto'g'ri. Chunki qarz ustiga penya, uzish ulash xarajatlari, sud xarajatlari qo'shilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, propiska yoki doimiy ro'yxatda turish mulk huquqi bermaydi. Juda ko'p odamlar men shu uyda ro'yxatda turaman, demak uyda ulushim bor deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ro'yxatda turish yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin mulkdorlik boshqa narsa. Mulkdor kadastr va hujjatlarda ko'rsatilgan shaxsdir. Albatta, voyaga yetmagan bolalar, oila a'zolari, nikohdagi mulk, birgalikda o'rtatilgan mulk kabi holatlar alohida tekshiriladi. 4-nozik jihat, nikoh davrida olingan uy. Agar xotin nikoh davrida uy sotib olgan bo'lsa, u faqat erning nomida bo'lsa ham ayrim holatlarda umumiy mulk hisoblanishi mumkin. Masalan, 2012-yilda nikohdan keyin kvartira oldi. Hujjat faqat nomida. 2024 yilda ajrim bo'ldi. Ayol bu uy umumiy mablag'i olingan deb da'vo qilishi mumkin. Demak, mulk zo'si faqat kadastrdagi ism bilan tugamaydi. Oila kodeksi, nikoh shartnomasi, pul manbasi, sotib olingan vaqt ham muhim. 5-nozik jihat, meros. Merosni vaqtida rasmiylashtirmaslik eng keng tarqalgan xatolardan biri. Odam vafot etgandan keyin meros masalasini cho'zib yurish oilaviy nizolarni kuchaytiradi. Bir merosxo'r uyni ta'mirlaydi, boshqasi kelmaydi, uchinchisi chet elda yuradi. Keyin uy narxi oshganda hamma ulush so'raydi. Men bunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Eng to'g'ri yo'l vafot guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, kadastr hujjatlari bilan notariusga murojaat qilib, meros ishini ochish. 6-nozik jihat. Davlat yoki jamoat ehtiyoji uchun yer ajratilishi, ba'zan yo'l kengayishi, metro, ko'prik, davlat obyekti, renovatsiya kabi sabablar bilan ayrim hududdagi uylar buzilishi mumkin. Bu holatda ham mulk shunchaki tekinga olib qo'yilmasligi kerak. Kompensatsiya, boshqa uy, bozor qiymati, kelishuv, baholash masalalari bor. Fuqaro hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymasligi, keyin beramiz degan og'zaki va'daga ishonmasligi kerak. Har bir kelishuv yozma bo'lishi, summa, muddat, manzil to'lov tartibi aniq ko'rsatilishi kerak. 7-nozik jihat, uy sotib olayotganda ishonchnoma bilan bitim qilish. Ishonchnoma orqali sotilayotgan uyni olayotganda 2 barobar ehtiyot bo'ling. Ishonchnoma bekor qilinganmi? Egasi tirikmi? U rostdan ham sotishga rozimi? Uy garovda emasmi? Ichida ro'yxatda turganlar bormi? Voyaga yetmagan bolalar huquqi buzilmayaptimi? Bularni tekshirish kerak. Arzon narx ko'pincha xavf belgisi bo'ladi. Bozor narxi 700 million so'm bo'lgan uy 500 millionga taklif qilinsa, omadim keldi deb emas. Nega bunchalik arzon deb o'ylash kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyingizning kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti bormi? Mulk egasi kim? Maydon to'g'ri ko'rsatilganmi? Uy turi to'g'rimi? Qo'shimcha qurilmalar rasmiylashtirilganmi? Agar hovlingiz 6 sotiq bo'lsa, hujjatda ham shuncha ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar amalda 8 sotiq foydalanayotgan bo'lsangiz, 2 sotiq bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi qadam, uyingizga taqiq yoki garov qo'yilmaganini tekshiring. Buni notarius, kadastr organlari, bank yoki tegishli elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar siz ipotekada bo'lsangiz, shartnomani qayta o'qing. Qarz qoldig'i qancha? Kechiktirilgan to'lov bormi? Jarima qanday hisoblanadi? Muddatdan oldin to'lash sharti qanday? Garovdan chiqarish tartibi qanday? Bularni biling. Ko'p odam o'z shartnomasini umuman o'qimagan bo'ladi. Faqat imzo qo'ygan. 3-qadam, qarzlaringizni ro'yxat qiling. Bank krediti, mikroqarz, aliment, soliq, kommunal sud qarori, jarima barchasini alohida yozing. Qarz miqdori, muddati, foizi, kimga to'lanishi, hujjati bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz nazoratda bo'lsa, xavf kamayadi. Agar qarz sizga noma'lum bo'lsa, xavf ortadi. Ayniqsa suddan kelgan xat, ijro byurosidan kelgan ogohlantirish, bankdan kelgan talabnomani e'tiborsiz qoldirmang. 4-qadam, agar to'lay olmayotgan bo'lsangiz, yashirmang. Banka yoki kreditor tashkilotga yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: mening moliyaviy holatim vaqtincha og'irlashgani sababli kredit to'lovlarini belgilangan jadvalda amalga oshirish qiyin bo'lib qoldi. Kredit shartlarini qayta ko'rib chiqish, to'lov muddatini uzaytirish yoki restrukturizatsiya qilish imkoniyatini ko'rib berishingizni so'rayman. Arizaga ish haqi kamaygani haqida ma'lumotnoma, kasallik varaqasi, ishsizlik holati, oilaviy sharoitni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 5-qadam, merosni rasmiylashtiring. Agar uy vafot etgan ota, ona, bobo yoki boshqa qarindosh nomida qolgan bo'lsa,
keyin qilamiz deb yuravermang. Notariusga boring. Kerak bo'ladigan hujjatlar: vafot guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjatlari, meros qoldiruvchining mulk huquqi hujjatlari, merosxo'rlarning pasporti. Agar boshqa merosxo'rlar voz kechsa, buni ham notarial tartibda rasmiylashtirish kerak. 6-qadam: uy sotib olayotganda tekshiruv ro'yxati qiling. Sotuvchining pasporti, kadastr hujjati, mulk huquqi asosi, turmush o'rtog'ining roziligi, uyda ro'yxatda turgan shaxslar, kommunal qarzlar, garov va taqiq, sud nizolari, uy joylashgan hudud bo'yicha buzilish yoki davlat ehtiyoji rejalari bor yo'qligini tekshiring. Pulni qo'lga berib yubormang. Notarial shartnoma va bank orqali to'lov xavfsizroq. 7-qadam: noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish imkoniyatini tekshiring. Agar hovlida qo'shimcha xona, oshxona, garaj, do'kon, ustaxona qurgan bo'lsangiz, u kadastrda aks etganmi? Agar aks etmagan bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Ba'zi holatlarda rasmiylashtirish mumkin. Ba'zi holatlarda esa mumkin emas. Ayniqsa umumiy foydalanishdagi yer, yo'l, ariq, qo'shni hududi ko'p qavatli uy konstruksiyasi bilan bog'liq bo'lsa, qonuniylashtirish mumkin bo'lgan ishni vaqtida qiling, chunki nizo chiqqandan keyin kech bo'lishi mumkin. 8-qadam: sud yoki ijro hujjati kelsa, darhol javob bering. Sudga chaqiruv qog'ozi kelsa, bormaslik muammoni yo'q qilmaydi. Aksincha, sizsiz qaror chiqishi mumkin. Agar da'voga qo'shilmasangiz, yozma e'tiroz tayyorlang. Qarzni tan olsangiz ham muddat so'rashingiz. Bo'lib to'lashni iltimos qilishingiz, kelishuv bitimi taklif qilishingiz mumkin. Ijrochi bilan ham yozma muloqot qiling. Og'zaki gaplar keyin isbot bo'lmaydi. 9-qadam: har bir to'lovni hujjat bilan qiling. Qarindoshga qarz qaytarsangiz ham tilxat oling. Bankka to'lasangiz chekni saqlang. Kommunal to'lovlar kvitansiyasini yo'qotmang. Uy ta'miriga katta pul sarflasangiz shartnoma, chek ustalar bilan kelishuvni saqlang. Ertaga nizo chiqsa, men 7 million sarflaganman degan gapni chek va guvohlar bilan isbotlash osonroq bo'ladi. 10-qadam: shubhali vaziyatda yurist yoki notarius bilan maslahat qiling. Men bilaman, odamlar ko'pincha maslahatga pul sarflashni xohlamaydi. Lekin 200 ming yoki 500 ming so'mlik maslahat ba'zan 500 million so'mlik uyni saqlab qoladi. Ayniqsa ipoteka, meros, ajrim, qarz, sud, auksion, garov, davlat ehtiyoji uchun buzilish kabi masalalarda mutaxassissiz qaror qabul qilish xavfli. Endi bugungi mavzuni aniq qilib jamlayman. Uyingizni hech kim shunchaki kelib sababsiz og'zaki buyruq bilan tortib ola olmaydi. Xususiy mulk qonun bilan himoyalangan. Lekin qarz, ipoteka, garov, sud qarori, noqonuniy qurilish, hujjatsiz mulk, meros nizosi, davlat ehtiyoji, soliq va ijro ishlari sababli uy-joyingiz atrofida jiddiy xavf paydo bo'lishi mumkin. Xavfning asosiy sababi ko'pincha qonunning o'zi emas, odamlarning beparvoligi. Hujjatni tekshirmaslik, qarzni yashirish, sudga bormaslik, merosni rasmiylashtirmaslik, notariussiz kelishish, noqonuniy qurish. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq uyingiz hujjatlarini olib chiqing. Kadastrni tekshiring, qarzlaringizni yozib chiqing. Ipoteka shartnomangizni o'qing. Meros masalangiz bo'lsa, notariusga boring. Agar uyingizni sotmoqchi yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, biror qog'ozga imzo qo'yishdan oldin hammasini tekshiring. Bu sizning oilangiz tinchligi, farzandlaringiz kelajagi va ko'plik mehringiz bilan bog'liq masala. Sizda shunday holat bo'lganmi? Uy hujjati, kadastr, ipoteka, qarz yoki meros sababli muammo chiqqanmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan butun bir oilaning uyini saqlab qolishi mumkin.